Bugun sizlar bilan klientimizning zakazlari vafli bumagali trendga chiqqan Janatam onam tortini birgalikda tayyorlaymiz. Birinchi o'rinda men ketma-ketlikda hamma masalliqlarimni sovib oldim va mikserlashga yubordim. So'ngra qolipimni tagini folga qilib, ichiga 2-3 baravar oshib chiqqan o'sha biskvitimni sovib oldim va uni ham ustini kuyib ketmasligi uchun folga qilib oldim. Keyin uni pishirishga jo'natdim. Ko'rib turganingizdek biskvitim ideal chiqdi va uni sovutishga qo'yib, so'ngra chetlarini kesib oldim. Keyin esa krem qilishga o'tdim. Kremimni bilasizlar, men sifatli krem qilaman, krem chizdan krem qilaman, torta ichiga sifatli mazali chiqishi uchun. Keyin bizdan klientimizni 3 xil nachinkada bo'lishini xohladilar. Birinchi sloyiga banan, ikkinchi sloyiga snickers nachinka va uchinchi sloyiga malina qilib bering deganlar uchun shunaqa qilib berdik. Birinchi propitkalab krem solib, kremlarimizni ham dobri и banan nachinkalarimizni ham hammasini dobri qilib solib oldik. Birinchisiga banan, ikkinchisiga shunaqa snickerslarimizni solib, uni ham yana ustidan kremlab, keyin o'sha 3-sloyiga biz malina solib oldik va yaxshilab kremlab, uni muzlatgichga jo'natdik. Muzlatgichda kamida 6 soat, ko'pi bilan 24 soat turishi kerak edi. Bu tortimizni shuni idealni chiqardi va bir-biriga mazasi o'tishi uchun zarur bo'lardi. Shu uchun ustini kremlab, biz morozilkaga 24 soatga jo'natib yubordik va 24 soatdan keyin men bezatish uchun tortimni oldim va ustilarini bezatishga o'tdim. Ustini ko'rib turganingizdek oppoq qilib bezatib olishim kerak edi va keyin vafli bo'lmagalarimni kesib olgandan keyin ularni bittama-bitta joylashtirib chiqdim. Keyin gullarini qotirib, topperlarini qo'yib, ustlaridan dur sepib oldim va yonlariga ham qo'ralarini ham dur bilan bezatib oldim va shunaqa chiroyli chiqdi. Klientimiz oxirida bizga shunaqa rasm bilan o'tib jo'natdilar.